Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining yashadiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga yakshanba 7-dekabr Andijon avtomobil bozoriga kelganmiz va bu qismga qo'ldan kelgancha Sparklardan syomka qildik. Mexanika avtomat, yili yangi, eski, oq, qora, har xil ranglarda bor. Qiziligacha video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariyaga ili bilan nomini yozib qoldiringlar. 2019 dan boshlayapmiz. Oqidan mexanika bu. Mexanika. Kraskasi qanaqa? Petnosi bor, ikkita petnosi bor ekan. Kalankadasi. Yurgani qancha edi? 151 ming. 151 ming yurgan. 4 inch balon qo'yilgan. 151 ming yuribdi mashina. Narxlarini aytamiz. Keyin narxlarda ko'pchilikligi tushunmayapti. Aytgan narxni so'rab ko'raverasizlar, azizlar. Bo'ladigan emas baribir. Ko'pi. Bo'ladiganini aytib beradiganlar ham, lekin ko'pi shu savdolashadigan. 65 talik metallari bor. 2019 151 ming yurgan, ikkinchi paysi. Gazi bor. Gazi bor. Kraska shu kapot 3 ta petno, bitta orqa qanotda petno. Kalankada ozgina bor. Narxi nech pul buni aka? 7300 dan tushib beramiz. 7300 dollardan ozgina tushib beriladi. 3300 ming puli bo'lsa variant qilib beramiz. Meni o'zimning nomimdir o'sha. Bo'laveradi. Xohlagan hujjatim bo'laveradi. Mashinaga batteriya bor. Gem berilmaydi faqat. Oldi sotdi yoki nima qilib beramiz? Variant qilib beramiz. Xo'p, nomeringiz 99 99 481 481 44 48. 44 48 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2013 navbatdagi Sparkimiz ikkinchi pozitsiyada. 2013 ikkinchi pozitsiya. Konditsioneri bor, 4-paketleniya propan. Yurgani qancha aka? O'rtoq tablo ko'p bo'lganiga 250 ming yurgan dedi. 250 ming yurgan. Tablo boshqa rang. Tablo almashgan ekan. Bunaqa chiqmagan eskilarda. Deflektor qo'yilgan, rul qo'yilgan. Propan paket. 2013 250 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 30-35% bor. 30-35% kraskasi bor. Xo'p, narxi nech pul? 5 mingdan ozgina. 5 ming dollardan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Yugur hujjat. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga bermaysin? Yo'q. Faqat naqd pul. Bo'l, nomeringiz 91 91 607 607 17 1755 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bugun bermaganingiz bo'lmadimi? Hep qilishda Bo'ldi, endi bir qator o'zinglar. 47 yarim qilishdi. Bo'ldi. 4750 gacha pul ko'rdi. Xo'p, azizlar, Sparkni qizilini so'raganlarga bo'laman avtomat korobkasidan chiqdi mana bitta. Xo'p, 2012 Nexus 3 diskalari qo'yilgan. Buni yurgani qancha? 208 ming yurgan, konditsioneri bor. Endi bular ABS yo'q bo'ladi ko'pida, sababi yevro varianti bo'ladi azizlar. 208 ming yurgan motor hadovoy korobkachi. Motor yangi qo'yib qo'yildi, tayyordi. Bo'ldi. Motorlar yangi, hadovoy ham zo'r ekan. 208 ming yurgan. Ichki holatlari. Gazi metana bu 65 talikmi? 208 ming yurgan 2012 avtomat korobka. Kraskasi qanaqa aka? Bor bir 30%. 30% bor. Aloqalari butun lekin. Suvagi butun. Narxi nech pul? 4,5 ming jijo o'tib beradi. 4,5 ming dollar, ozgina kami bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi aka? chiqarib bermaysizmi? Bo'ldi aka, hozir. Bermaganingiz bo'lmadimi? 4 berishyapti. 4 ming dollargacha pul ko'ryapti. Hujjatlari-chi? Xohlagan hujjat bo'ladi. Variantga bermaysizmi? Bera olamiz. 2,5 Bo'ldi. 2,5 ming dollar puli borga variantga ham kelishaveradi. Nomeringiz 94 94 559 559 39 39 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2019 navbatdagi Sparkimiz mana Dehqondan Spark so'raganlarga yurgani 200 mingmi? 200 ming yurgan ekan. Xo'p, ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Kraskasi toza ekan, shu yeri ozgina qurilibdi mana bizda. Endi rixtovkada chiqadi katta ehtimol bilan bu narsa. Ha, hozir bo'ldimi? Shu sababdan qilmabdi. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Salon holatlari. Bar qo'yilgan, chexol taqilgan. O'rindiqlar isiydi. Abagrev bor deyapsan bunda, sideniya abagrev.
Gazlari metan. 2019 200 ming yurgan. Xo'p, mexanika. Narxi necha pul endi buni aka? Narxi 68. 6800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi hali? Xo'p, hujjatlari nima bo'ladi? Xohlaganini qilib beraverasizmi? Variantga, bartergachi? Yo'q, yo'q. Faqat naqd pul. Nomeringiz 91. 91 489 489 05 19. 0519 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Xo'p azizlar, avtomat korobkani oq emas, qorasidan so'raganlarga 2012 navbatdagi Sparkimiz. Xo'p. Zavodskiy avtomat deyapsan buni ham? Zavod avtomat deganim sababi hozirgi kunda ko'pchilik avtomat korobka qilib qo'yapti. Buni zavodskiy avtomat korobka. Konditsioner bor, metan gazlari bor. 2012 yurgani qancha? 297 ming yurgan. Shumka qilinmagan mana. Bu 1 yevromi? 1 yevro 297 ming yurgan. Metan gazlari 297 ming yurgan 2012. Kraska qanaqa bunda? Kraska bosh tomonda uzak sepilgan. Bir tarafidan shu tarafida, shu tarafida ikkita eshik, bitta kirgan, kirit. lekin detallari o'zini detallari almashmagan. Nech pul qilib berasiz buni aka? Buni 5900 ham shu beradi. 5900 dollardan tushib beriladi. 2500 3000 bo'lsa buni ham variant qilib beraveraman. Bo'laveradi. Hujjatlari Hujjatli masala yo'q. xohlagani bo'laveradi. Ha, variant qilsak, prostoy daveniz misol o'tkazadigan bo'lsa, oldi sotdi. Bo'laveradi. Nomeringiz 99 99 481 481 44 48. 44 48 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Qaysi kanalda chiqadi? Vodiy bozor kanalidan chiqadi. 2011 navbatdagi Sparkimiz. Mexanika korobka. Nechinchi paysi? 3-paysami? 3-paysi. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Uchinchi nimani? Nexus diskasi qo'yilgan ekan. Navorotlari bor ekan. Buni rol qo'yilgan. 338 ming yurgan video registrator. Deflektorlar qo'yilgan. Xo'p, bitta ochib qo'yib ko'rsatib qo'yasiz. Mana 65 talik metan ekan. Yurgani qancha edi? 338 ming yurgan 2011. 3-paysi ABS konditsioner, hamma narsasi bor edi. Kraska 50% kraskasi bor. Suvagi butunmi? Suvi butun, oldi orqa butun. Xo'p, narxi necha pul aka? Aka 5000 dan beraman. 5000 kami bor. Savdo qilmadingizmi bunga aka? Aka 4 berishdi bermadim. 4000 dollar. 4 berishdi bermadim Xo'jabotiga. Xo'p, hujjatlari qanaqa bo'ladi? Любой dokumenti bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Xohlagan hujjati bo'ladi aka. Variantga bermaysizmi? Beraman aka. 2000 puli borga 2000 dollar puli borga kelishilgan holatda variantga bo'laveradi. Nomeringiz 94 94 90 490 1700. 1700 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2011 navbatdagi Sparkimiz avtomat korobka. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarni so'rab ketamiz. Konditsioneri bor. Metan gaz qo'yilgan. Buni yurgani qancha aka? 7000 bilan 227 ming yurgan ekan. Yurganini ko'rsatib beramiz bitta. 223 ming. Avtomat korobka. Bu zavodskiy avtomatmi? 223 ming yuribdi. Gazi metan ekan buni. Parapan ekan gazi. 2011 223 ming yurgan. Kraska qanaqa? Kraska toza. Toza. Puli necha pul aka? 6200 ham tushamiz. 6200 dollardan tushib berdi. 3000 puli bo'lsa variant ham. 3000 dollarga o'zaro Nasiya savdoga chiqib Kelishadi. Mashina bo'lsa barterami? Kelishadi. 1 yildan 6 oygacha 3000 dollar puli borga variantga chiqib ko'rar ekan mashina, bir qator aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Nomeringiz 99 99 481 481 44 48. 44 48 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Puli yengil Spark so'raganlarga 11 dedingizmi? 2011 navbatdagi Sparkimiz. Birinchi paysi, kichkina motor, metan gazi bor. Hop, buni yurgani tablosi ishlamay qolgan ekan, Nexus 3 ta diskasi qo'yilgan. Endi o'zingizlar tekshirib olaverasizlar.
lekin puli yengil. Ichki holatlarini ko'ringlar bitta. Xo'p. Gazi metanmi? 65 talik. Motor hadovoyi yaxshi. Kraskasi qanaqa? 30% bor. Xo'p, narxi necha pul? 4300 kam. 4300 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Bo'ldi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Generalni chiqaradi. Xohlagan hujjati bo'ladi. Variantga sotmaysizlar? Yo'q. Naqd pulga. Nomeringiz 92 93 970 970 22 22-21 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2011 navbatdagi Sparkimiz. Xo'p, 2011 mexanika korobka. 226 ming yurgan. Xo'p, konditsionerlari bor. Xo'p, dam ozayib qolibdi xolos, bu balonni nimasi yo'q. Endi buni ko'rsatmasak iloji yo'q-da aka. Ashirali vahima qiladigan narsa emas u. 219 ming yurgan. Bu ikkinchi paysi ekan-a bu. Mana gazlari bor. 2011 ikkinchi paysi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi mana eshikda pitno, orqa kriloda pitno, mana kriloda pitno. Uchta pitno. Buni betarli. Xo'p, narxi necha pul aka? Narxi 4900 dan tushib beramiz. 4900 dollardan tushib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjati buni masala yo'q, Andijonning mashinasi. Xohlagan hujjat bo'ladi. Keyin chiqaradi. Variantga ham berilaveradi. Variantga ham qilib beraman. 22,5 ming kilosi chiqaradi. Bo'laveradi. Nomeringiz 99 99 481 481 44 48 44 48 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar.